Eron O'zbekistonga o'xshagan tinch bo'lishi kerak. U mani pochcham davlati. Meni pochcham davlati u Eron. Va mani pochcham davlati bo'lgandan keyin Eron tinch bo'lishi kerak O'zbekistonga o'xshagan. Putinni yo'qotish bo'yicha menda ideyasi Amerika prezidentiga, Baydenga, yes. Eronni prezidenti o'zini joyida qoladi nima asosida? Eronni prezidenti. Va Eron tinch bo'ladi O'zbekistonga. Amerikaga, Putinga, yes, это bitta manda yes. Полностью ideya yes. Rossiyani bosib olish, Rossiyani o'rniga Putinni hamma narsasini bosib olish. Bu обращаться qilayotganim. Men Rossiyani bosib olish, Putinni bosib olish va nima? Men Amerika prezidentiga обращаться qilaman. Baydenga обращаться qilaman ideya bilan. Baydenga обращаться qilaman ideya bilan. Biz Rossiyani egasi bo'lish. Biz Rossiyani prezidenti bo'lish. Prezidentini yiqitish Rossiyani prezidentini. Va shunda menga Amerika prezidenti помогать qilish kerak. Должен bo'lib qoladi Amerika. Va Eronni prezidenti o'zini joyida qoladi. Eron O'zbekistonga o'xshagan tinch xalq bo'ladi. Mani miyatikam davlatlari, mani pochcham davlatlari tinch bo'ladi. Bu Amerikaga обращение va Amerika prezidentiga Baydenga обращаться. Bayden bilan reja tuzish kerakki, Putinni yiqitish o'rnami asosida. Putinning o'rniga Amerika prezidentini o'tkazish va Amerika yerini расширяться qilish Rossiyaning yeri bilan. Va shunga Ukrainaga просто yordam berish va Falastin degan davlatga ham O'zbekistonga o'xshab tinchligini berish. Вот ideya. Eng mushni va Amerikaga ham plus bo'ldi. Putinni